Assalomu alaykum hammaga. Demak, masshtab mavzusini hozir 1 daqiqada o'rganib olamiz. Demak, masshtab o'zi chizmadagi o'lchamni haqiqiy o'lchamga nisbati. Mana shu qoidani yodlab oladigan bo'lsak, masshtab mavzusida umuman muammo qolmaydi. Xo'p, masshtabga qanday qilib to'g'ri proporsiya tuzish mumkin? Bizda mana bunga o'xshash savollar keladi ko'pincha. Ko'pchilik proporsiya tuzishda chalkashadi. Ya'ni qanday tuziladi, nima bo'ladi va hokazo. Xo'p, mana bu narsaga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizga masshtab berilyapti. Ya'ni masshtab 1 ga 4 million ekan. Demak, masshtab o'zi nima edi? Chizmadagi o'lchamni haqiqiy o'lchamga nisbati. Mana 1 ga 4 million. Endi bu teng bo'ladi ikkinchi chizmadagi o'lchamni haqiqiy o'lchamga nisbati. Ikkinchi chizmada bizda chizmadagi o'lcham 20 sm. Demak, 20 sm ni haqiqiy o'lchamimiz x ga nisbat. Chunki haqiqiy o'lcham bizda noma'lum shu so'ralyapti. Bizda proporsiyani birinchi ko'rinishi tayyor. Proporsiyani birinchi ko'rinishi berilganda o'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng degan qoida ishlaydi har doim. Demak, mana shu qoidaga ko'ra nima qilamiz? Masalani yechib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni x ko'paytirilgan 1 barobar 4 million ko'paytirilgan 20 sm bo'ladi. X barobar bundan 40 million santimetr kelib chiqadi. Va biz buni kilometr yoki metrga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Hop, santimetrdan metrga o'tish uchun ikkita 0 ni o'chiramiz. Metrga o'tdik, endi kilometrga o'tish uchun yana 3 ta 0 ni o'chiramiz. Ya'ni mingga bo'lamiz. Natijada bizda 400 kilometr hosil bo'ladi. Mana bu masshtab uchun eng qulay usul, ya'ni to'g'ri proporsiya tuzish usuli.